Assalomu alaykum va rahmatulloh. Zo'r maqol keldi hozir. Mana hammasi asal, yemasang bo'lasan kasal. O'shacha yeb turish kerak. Qur'oni Karimda Nahl surasi 68-69-oyatida kelgan o'zi asal. Unda insonlarga shifo bor deyilgan ma'nosida. Qisqacha o'tib ketaveramiz. Ham Qur'onni o'zi qalblar shifosi deyiladi. Asal badanning shifosi, jasadning shifosi asal. Shifo asal do'konimizda 50 ming so'mdan pista asali, raps asali hozir skidkada, aksiyada azizlar. Hammangizni kutib qolamiz. Kelinglar. Mana asalni rangini ko'ring. Akajon, ko'ring. Nima deyapti mana? Hidini, iforini ko'ring mana asalni. Ko'pchilikka mana shu asallarimiz qiziq, ko'p ketyapti bu asaldan. Rapslar mana. Bu ham 50 ming so'mdan bir raps gulniki. 50 ming so'mdan kilosi. Akajon, hammangizni kutib qolamiz. Kelinglar.